Timur aka, mana siz o'zbekistonlik kikboksingchilar orasida professional yo'nalishda birinchi jahon chempioni sanalasiz. Umuman o'sha jahon chempioni bo'lgan turnir qayerda bo'lgan? Umuman ushbu turnirdagi raqiblaringizni eslay olasizmi? Qanday xotiralar bilan yodga olasiz ushbu chempionlikni? 2004-yil adashmasam dekabr paytida bo'lgan, Afina shahrida, Gretsiyada Afina shahrida bo'lgan. Men ungacha bo'lgan 96-yilda birinchi jahon chempionatiga borganman yoshlar o'rtasida. Keyin 99-yil eng yosh uchastnik bo'lganman kattalar o'rtasida jahon chempionatida Bishkek shahrida. Keyin undan oldin yana Gretsiyaga 2002-2003-yilda borib 3-o'rinni olganman. Lyubitelskiyda. Havaskorlar jahon chempionatida. Havaskorlar o'rtasida hech omadim kelmadi. Jahon chempioni bo'la olmadim, lekin juda ham xohlaganman. Havaskorlar o'rtasida jahon chempioni bo'lishni bo'la olmadim, nasib qilmagan ekan. Reyting bo'yicha 2-3 o'rinda bo'lganman jahonda. Birinchi o'rinda Benov bo'lgan. U to'rt karra jahon chempioni havaskorlar o'rtasida, 2 karra jahon chempioni professionallar o'rtasida bo'lgan. U titulini отставить qilish uchun vizov menga kelgan. Allohning qudrati bilan bu ham. O'zidan o'zi kelmaydi, bilasiz bunaqa narsalarni. Hop. Meni chaqirishdi. Men Allohdan so'rardim. Alloh ish qilib jahon chempioni bo'lay deb bordim. Ko'zim yetmayapti yutishimga, lekin ishonchim komil bo'lib ketolmanda. Qanaqadir ichimda bor-da, men bo'laman jahon chempioni mana shu safar. Bo'laman deb ketolmanda. Bir o'zim borganman. Sardor aka Tashxadjayev bilan. Sardor aka Tashxadjayev bilan bir o'zim borganman. Ikkalamiz biz. Na videoga olishni biladi ekan, na paytda videoni o'zi bir tansov payt bo'lgan. Video kameraga olib, kaseta qilish o'zi bir tansov paytlar bo'lgan. Biz urushga yurgan paytlarda. Birinchi raundda chiqdik, endi u bu yoqdan men chiqdim. Qizilguldan, Ko'kguldan u chiqdi. Benov, sopernikim. Qayerlik edi? O'zi uni bizga aytishgan anglichanin deb. Lekin Gretsiyada yashaydi. U Gretsiyada birga trenirovka qiladi Zambitis bilan. Mike Zambidis, Zambidis bilan bitta zalda, bitta treneri qo'lda shug'ullanadi. Uni o'zi ham Zambidisga o'xshaydi. Ko'rinishi ham o'sha paytda. Necha kilo vaznda urishgansizlar? 64 kilo. 64 kilo. Professional bo'yicha 64 urishganmiz. Men nidaves bo'lganman. Men где-то bir 62 kilo bo'lganman bu paytda. Men hech ham o'zi ves tashamaganman, faqat nidaves bo'lib urishganman. U chiqdik birinchi raund. Oyoq qo'llari juda moshni, endi jahon chempioni. O'zi ishlayapmiz, chust qolman, udarlari moshni. Tepganda yerdan uzib yuboryapti-da. Endi blokka tegyapti. Blokka teganda aylanib tepish udarlari kuchli edi. Tepganda yerdan uzib yuboryapti-da, mana uchirib yuboryapti. Oyog'imga tepganda oyoqlarimni ko'tarib yuboryapti. Birinchi raund taqab borib, ugulga taqab borib, qorin ko'rsatib 10 primoy urdim. To'shni tegdi. Jag'iga tegdi, burchakda urganman. 1 minut 27 sekund bo'lgan. O'zi 2 minut turishimiz kerak bo'lgan. 7 raundli bo'y. Zazavanya mer urishimiz. Urdim, men uni knockdown holatiga tushirdim. Почти knockout holatga, tijoliy knockdown holatda, o'sha yerda shot sanash kerak bo'lgan. U endi Gretsiyaning yulduzi bo'lgani uchun sirazi pastdan dangallatib to'xtatib qo'yishdi. Shot sanalmadi, Pauglamda borishdi. Ugulga keldik, o'tirdim. Sardor aka, Timur, davay. Sanaka mana shu deyaptilar Sardor aka-da. Tashxadjayev, u inson ko'p menga yaxshilik qilgan insonda. Shu darajagacha olib chiqishga shu inson sababchi bo'lganam. Timur, davay deyapti, sanaka mana shu deyapti. Qo'yib yuborma endi deyapti. Bo'ldi, ushlading deyaptilar. Men ham uverenность min, qo'rqish yo'q, hech qanaqa. Ringgacha chiqquncha-da ozgina hayajon bo'ladi. Ringga chiqqandan keyin u hayajon ketish kerak. Ketmasa ham bo'lmaydi. Ketmasa o'xshamaydi qilayotgan ishingiz. Ketdi, Allohning irodasi bilan. Ikkinchi raund boshlandi. Gong bo'ldi, fight komanda bo'ldi.
stoykada turibmiz. Uyg'ilda o'tirganda oyog'iga suv tegganmi? Ringga suv tegganmi? Endi uraman deb oyog'i sirpandi uni. Men undan foydalanmadim. Men aytayman, sразу orqaga shak nazar qildim, artib tashladim, vaqt berdim. Vaqt berdim. Keyin bu yoqqa o'tdik, aylanib stoykada turdik. U menga endi low tepishini ko'p bilaman hozir, menga low tepmoqchi. Menda koronkam bor. 10 primoy koronkam edi. Men bir 150-200 ta jang o'tkazganman. Bir 100 tachasidan nokaut, 100 tachasidan nokaut bilan qilgan bo'lsam, bir 50 tasini 10 primoy bilan nokaut qilganman-da. Koronkam. Men uni 10 primoyda ushladim. Ikkinchi raundda boshida nokaut bo'ldi. Shu bilan xursandman. Sardor aka ham ishonmayapti bo'layotgan ish. Men o'zim ishonmayman. Endi xursandligimdan qanaqa sakrayotganimni bilmayman-da. Sakrayapman, zal jimjit. Bitta men baqirganim eshitilyapti, ishonasizmi? Butun zal jimjit. Prosta jimjit bo'lib qoldi. Mana shunaqa sukunat bo'lib qoldi. Qiy-chuv bo'layotgan zal sukunat bo'lib qoldi nokaut bo'lgandan keyin. Benov turolmayapti, undan kalollanyapti-da. Men sakrab yuribman, xursandman. Bu yoqdan Sardor akam chiqdilar. Temur deyaptilar-da. Men yugurib borib Sardor akamga otildim-da. Shunda otildim ham, yelkam Sardor akamning burniga tegandi. Sardor akamning burnidan qon ketyapti-da. Endi xursandmiz. Sardor akam meni ko'taraman deydilar. Men Sardor akamni ko'taraman deyman. Endi hayajon men. Chunki orzum bo'lganda. Kutib olish qanday bo'lgan bu yerda? Kutib olish zo'r bo'lgan. U paytlarda endi Islom Antonovich Karimov sportga endi e'tibor berayotgan paytlari, sportlarga yaxshi endi bizaniki olimpiy vid sport. Olimpiy vid sport bo'lgandan keyin lekin tarixiy natija bo'lganda. Tarixiy natija bo'lgan. Birinchi O'zbekistonda professionallar o'rtasida kickboksingda hali hech qanaqa jahon chempioni bo'lmagan. Havaskorlar o'rtasida birinchi jahon chempioni Almaz Yusupov. Biz birga shug'ullanganmiz. Qarang, shu joyda ushbu savol o'rinli deb bilaman. Ya'ni sizlarni davringiz o'sha kickboksingning oltin davri deb atasa bo'ladi. Misol uchun Almaz Yusupov, mana siz Timur Muhammadjanov, Shavkat Urakov, William Antayeva. Endi bu ro'yxatlarni Shuhrat aka bu ro'yxatni uzoq davom ettirish mumkin-da. Qanday sabablarga ko'ra shunday iste'dodlar yetishib chiqqan? Shunchalik kickboksingga qiziqish yuqori bo'lganmi? Chunki kickboksing birinchi kirib kelgan, chin Thai boksingdan oldin. Men shunaqa deb bilaman. Balkim Thai boksing kirib kelgandir, lekin biz kickboksingni bilamiz. Hozirgi MMA qanaqa kuchli? Kickboksing shunaqa bo'lgan. Yangilik bo'lgan bizning O'zbekistonga. O'zi tegini surishtirsa butun dunyoga yangilik bo'lgan kickboksing. Chunki bu без правила MMA degan sport mumkin emas bo'lganda. Yaqin kundan Otabek Umarov tashabbuslari bilan kirib kelganda bu narsa. Yaqin kundan MMA. U payt bizga faqat orzu bo'lgan, u payt faqat Qozog'istonga chiqib urushilgan MMA bo'yicha. Kickboksingdan xuddi shunaqa eng zrelishli sportlardan bittasi bo'lganda. O'shaning uchun odamlar qiziqishi, keyin bu kickboksingda birinchilardan bo'lganimiz uchunmi? Yulduzlar tez kuchli bolalar ko'p bo'lgan. Hozir sport juda ham kuchayib ketdi. Yakka kurash juda ham ko'p. Qarang, lekin shu yerda fikringizni bo'laman. Aynan sizlardan keyin misol Murod Xantorayev rahmatli chiqdi. Nuriddin Boboy chiqdi. Nuriddinov. Muzaffar Rajabov sal avvalroq chiqdi. Biz sizlarda vaqtinglarda. Keyin birdaniga o'zbek kickboksingga qo'pol qilib aytganda o'ldi-da, yo'q bo'ldi. Nima sabab bo'ldi shunga? Sabab Sardor aka qamalib qoldilar. Tashxo'jayevda. Sardor aka Botir aka kickboksingning asoschisi bo'lsa O'zbekistonda. Botir aka bizani urovingga olib chiqqan inson, bizani katta urovinggacha olib chiqdilar, jahon chempionatlariga ham bordilar. Bu yog'iga keyin Sardor akaga topshirdilar. Sardor aka yengillik bilan. Botir aka asosan bayet tayinlaganlar.
reklama, musobaqalarni yoritish bu Sardor akada ko'proq o'xshadi. Sardor aka bu narsada professional. Intervyu berishlarda, bolalarni qanaqaligini keltirib berishdi, bolalarni qaysi payt olib chiqishdi, televideniyega olib chiqishga, musobaqalarga olib borishga Sardor akaga yetadigani yo'q deb bilaman. O'sha paytda Sardor aka bu kickboksingni juda ham gullatib yubordilar-da. Keyin butun O'zbekistonga tarqatib, oddiy musobaqalarni ham juda ham effektivniy qilib, Botir akam paytlarida unaqa sharoit bo'lmagan. Bo'lgan. Katta restoranlarda professionallik janglar bo'lgan. Katta arenalarda katta janglar bo'lgan. Botir akam o'zlari birinchi Osiyo chempioni, O'rta Osiyo bo'yicha Osiyo chempioni professionallar o'rtasida. Botir aka Zokirov. Ustozimizdan ustozi deymiz-da. Sardor aka oxirgi chempionlarni Sardor aka chiqardilar. Masalan, bizani zo'r tashkilotchi demoqchisizda. Juda ham u inson tashkilot bo'yicha professor deb bilaman. Hozir boksda ham o'zlarining o'rnlarini qo'yganlar, o'zingiz bilasiz. Sardor aka bunaqa narsaga juda ham o'tkir inson.